Assalamu alaikum musulmon bir tug'anlar, sizlar men bozor xabar kanali tug'anlar. Mana O'sh shahrindamiz, tushki kurs valyutalar ko'rsatamiz tug'anlar. Soat 3 bo'lib qoldi. Mana tug'anlar, rubl 90 ga ko'tarilib qoldi. Jana 88 lerdi men. Dollar bo'lsa 102, euro 114 tug'anlar. Rublni sotib olsanglar 1050 dan bo'lib жатат tug'anlar. Podpisatsiya etib, like bosib, qo'llab qo'yingizlar tug'anlar. Unutmangizlar, podpisatsiya etib, like bosishni. Biz bo'lsa daim ko'rsatib beramiz tug'anlar, kechki rynokda. RSK bankda bu. Amnol bo'lsa tug'anlar Optima bank tug'anlar. Bu yerda da 90 sotib olsanglar 1050 dan tug'anlar. Bunday bo'ldi. Bu yerda iki bank var, iki bank tartdim tug'anlar bo'lsa da boshqa banklarda tartamiz. Sizlar bo'lsa like, podpiska bilan qo'llab qo'yingizlar tug'anlar. Xudoy buyursa mana rublda ko'tarilib qoldi. Ham 1-1 bo'lib qolsa inshaalloh bir-ikki kunda. Ertang bo'lib qoladi. Yaxshi bo'ladi, elga qiyin bo'lib ketdi. Rublda ala olmaydi, boshqa da qila olmaydi. So'g'ishdan ta'sir etdi deb o'ylayman men.